Toshkentda ilk bor o'tkazilgan Yoshlik bahori forumi nafaqat tanlovlar, balki yosh ijodkorlar uchun katta imkoniyatlar maydoniga aylandi. 4 kun davomida yurtimizning turli hududlaridan kelgan 600 nafardan ortiq iqtidor egalari san'atning turli yo'nalishlarida o'z mahoratlarini namoyon etib, tajriba almashdi, yangi g'oyalar bilan boyidi. Yoshlik bahori iqtidorli ijodkor yoshlar forumida barcha hududlarimizdan 14 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan jami 600 nafar iqtidorli ijodkor yoshlar jalb qilingan. Forum doirasida o'tkazilgan tanlovlarda yoshlar uchun albatta rag'batlantirishlar bor, pul mukofoti, statuetka, diplom, seminar treninglarda ishtirok etgan ijodkor yoshlarimiz, masalan, ommaviy tadbirlar bo'yicha rejissyorlarimiz 10 nafari saralanib, respublika miqyosida o'tkaziladigan xalqaro darajadagi tadbirlarda rejissyor assistentligi maqomida tajriba oshirish, qolaversa xorijiy davlatlarda malaka oshirish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Bugungi forum yoshlar uchun o'ylaymanki juda katta motivatsiya beradigan, sohamizdagi islohotlarni qilishga undaydigan, kelgusidagi xalqaro darajadagi yetuk kadrlarni tarbiyalashga xizmat qiladi deb o'ylaymiz. Forum doirasida qo'shiq, opera, balet, askiya, folklor va teatr kabi yo'nalishlarda o'tkazilgan tanlovlar yoshlarning nafaqat iqtidorini, balki ularning milliy madaniyatga bo'lgan muhabbatini ham yaqqol namoyon qildi. Xususan, poytaxtdagi Navro'z bog'ida tashkil etilgan folk party tanlovi va turli madaniy tadbirlar milliy an'analar, xalq og'zaki ijodi va sahnaviy chiqishlarning yorqin namoyishiga aylandi. Bu maydonda yoshlar nafaqat raqobatlash, balki bir-biridan ilhom olib, ijodiy hamjihatlik muhitini yaratishdi. Xalqimizning eng qadimiy ohanglarida abadiy go'zallik va ko'rkamlik bor. Ko'hna navolar. Ularda momolarimiz va bobolarimizning ko'ngil ovozlarini eshitganday bo'lasiz. Bu qo'shiqlar ko'nglingizning tub-tubida bekinib yotgan so'lim tuyg'ularingizni uyg'otadi. O'zbekiston Davlat filarmoniyasining Qashqadaryo bo'linmasi nomidan ishtirok etdim bu tanlovga va shu o'rinda Qashqadaryo filarmoniyasi rahbariyatiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Bu tanlovda men juda ham ko'p do'stlar orttirdim, juda ham ko'p fikrlar almashishlar bo'ldi. Professor ustozlarimizdan darslar, master klasslar o'tildi. Biz juda ham quvondik, bir-birimiz bilan fikr almashdik. Bu bizga kuch beradi-da. Biz ko'rdik qanaqa kuchga egaligimizni, qanaqa ko'pligimizni his qildik. Ayniqsa forum ishtirokchilarining O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markaziga tashrifi ular uchun alohida ma'naviy tajribaga aylandi. Bu maskanda ular yurtimizning boy tarixi, ilmiy va madaniy merosi bilan yaqindan tanishib, o'z ijodida milliy hamda ma'naviy qadriyatlarni yanada chuqurroq aks ettirishga ilhom oldilar desak, mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Turkiston saroyida bo'lib o'tgan yakuniy marosim esa bu ijod bayramining eng yorqin nuqtasiga aylandi. Eng munosiblar taqdirlandi, eng iste'dodlilar esa e'tirof etildi. Yoshlik bahori iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlash ko'rik-tanlovi bo'yicha opera yo'nalishidan eng yaxshi ayol ovoz sohibasi yo'nalishi bo'yicha g'olib bo'ldim. Bu nominatsiyani olgunimcha ko'plab tinimsiz mehnatlar qildim. Mana shu ustozlarni ko'plab master klasslarni, darslarni olib bordim. Va o'ylaymanki, mamlakatimizda mana shunaqa o'tkazilayotgan ko'rik-tanlovlar bu yoshlarni albatta ilhomlantiradi va ularni yana ham ko'proq ijod qilishga va kelgusida oldinga harakat qilishiga undab qoladi deb o'ylayman. Yoshlik bahori bu shunchaki forum emas, bu yangi avlod ijodkorlarining ovozi, ularning orzu va maqsadlari mujassam bo'lgan maydon. Ilk qadam sifatida boshlangan ushbu loyiha kelgusida milliy madaniyatimizning yangi yulduzlarini kashf etishi shubhasiz.